Ho'p, assalomu alaykum, muhim ayol qizlar, xayrli kech. Yaxshimisiz? Ramazonlar qanaqa o'tmoqda? Siz bilan bugun 3-chi bepul Ramazonda tozalanish darsligimizni boshladik va bugungi mavzuyimiz asliyat nima, unga qaytish haqida gaplashamiz. Avvalambor, hozir muhim ayol Telegram kanalidagi oxirgi postni tagida sizdan izohlarni kutib qolaman efirni boshlashdan oldin. 1-chi, 2-chi darslarni eshitdingizmi? Hayotda qo'lladingizmi? Vazifalarni bajardingizmi? Qanaqa ketyapti umuman olganda? Qisqa umumiy fikringizni yozib qoldirsangiz, fikr, mulohazalar, savollar bo'lsa ham yozib qoldirsangiz, harakat qilaman bugun mavzuni tezroq qisqa lo'nda tushuntirishga va undan keyin bugun biroz sizni savollaringizga javob bermoqchiman efirni oxirida. Ovoz bor. Sizni javoblaringizni kutyapman. Assalomu alaykum. Dars audiolari yuqorida qoldirilgan, hamishaga qoladi. 1-chi va 2-chi darsimiz, Xudo xohlasa yana 27 ta darsimiz bo'ladi. Mhm. Endi qo'llab ko'ring. Mhm. Barchasini qo'llashni boshladim va juda ko'p chigal ishlar bo'lganini tushunib yetyapman. Qaysi biridan boshlashni bilmay qoldim. Aynan Ramazonda tozalanish nafaqat fikrlarni tozalaydi, balki ham tartibga keltiradi. Shundan keyin hayotingizda ham inshaalloh tartib paydo bo'ladi. Mhm. Demak, ayrimlaringiz hali bexabar. Shuning uchun ham aytdim, qizlar bir-birimizga ulashamiz, tanishlarimizga yuboramiz. Iloji boricha ko'pchilik bepul darsliklarimizdan manfaat olishi uchun ularni taklif qilamiz va darsliklarni efirga kim kira olmasa, audio zapislarini yuborishingiz mumkin. Ajoyib savol keldi. Madinaxon, har bir sizga kelgan foydani to'lovi borligi haqida eshitib qoldim. Bergan darslaringizni to'lovsiz, tekin qabul qilsak bizga zarar bo'lmaydimi? Evaziga nima qilsak to'lovli bo'ladi? Aslida mani ega bo'lgan ilmimga qaraganda, a, qabul qilayotgan insonga faqat foyda bo'ladi. Berayotgan insonga zarar bo'lishi mumkin, agar u yoqda energoobmen bo'lmasa. Energoobmenni har xil valyutada belgilash mumkin. Eng arzoni bu pul hisoblanadi. Ikkinchisi, mutaxassis, masalan, konsultatsiyalarda sizni yukingizni o'zini zimmasiga oladi. Ya'ni, o'sha sizga berayotgan ilmlarini boshqatadan hayotida yana yashab o'tishi kerak bo'ladi. Mana shu unga proverkalar keladi. Bu eng og'ir etapi hisoblanadi. Undan tashqari valyutani masalan yaxshi fikr, otziv, reaksiya sifatida belgilash mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir shart qo'yish mumkin. Va men eng mana shu lёгкий variantlarini sizga taklif qildim. Ya'ni ilm sizga yanayam manfaatli, menga esa qiyinchiliksiz bo'lishi uchun o'zingizni odzivlaringiz, fikr va mulohazalaringiz, chiroyli kommentariiylaringizni qoldirsangiz va albatta tanishlaringizga mana shu narsani ulashib qo'ysangiz, men uchun energoobmen shu hisoblanadi va inshaalloh sizni hayotingizda bu narsa yaxshi foyda keltirsa, mani hayotimga zarari bo'lmaydi degan umidda bo'lamiz. Mhm. Ho'p, hozir darsliklar haqida fikrlarni yozing, keyin esa oxirida inshaalloh sizni savollaringizga harakat qilaman. 5-10 ta savolga javob berishga. Mhm. Ha, savollarni eslab qolib turing. Savollarga Xudo xohlasa oxirida efirni yakunlashdan oldin javob qidiramiz birga. Ha, keling to'lovini shunaqa belgilab qo'yamiz, chunki Ramazonda aynan savobni niyat qilib boshlandi bu darslar. Ilohim
eshitgan quloqlarga eshitgani uchun savob bo'lsin, gapirgan inson sifatida manga savob bo'lsin. Nima dedingiz? Keling, valyutani bir-birimizga nisbatan duo, savob, shaklida belgilab qo'yamiz. Bu manimcha eng oliysi. Yaxshi, ho'p, fikrlar yomon emas, lekin ko'pchilik, vazifalarni vaqtida bajarmayotgan ekan. Harakat qiling, o'zingizni hayotingiz o'zgarishi uchun vazifalarni vaqtida bajarishga. Shunchaki eshitishni o'zi kifoya bo'lmaydi, anglash kerak, tushunish kerak, iloji boricha, eslab qolish uchun, ozgina bo'lsa ham yozish kerak. Yaxshi, bugungi mavzuni boshlaymiz qizlar bo'lmasam. Bugun, asliyat, bizda asliyat, mavzusi. O'zi umuman olganda bu narsa haqida ko'p mutaxassislar, ko'p, hayotimizni sferalari уже gapirishni boshladi. Ko'p eshitdik bu narsani. Oranglarda kim bu narsa haqida qanaqa ma'lumotga ega? Qisqacha, bitta gap bilan bo'lsa ham yozib qoldirsanglar, man ko'ray qanchalik o'zi ma'lumotga egasiz. Asliyat nima ekanligi, qanaqa narsa bu, ma'nosi nima? Shu narsani yozib qoldiring. Asliyat o'zini anglash. Nu da, unaqa desa ham bo'ladi. Asliyat bu Robbim bizni ideal yaratgani. Zo'r. Judayam to'g'ri. Mhm. Ayniqsa, o'zi bizni diniy ilohiy kitoblarimizda, mana shu rasmiy, tekshiruvdan o'tgan kitoblarimizda eng to'g'ri, mana masalan, Tafsiri Hilolda Shayx hazratlar, Shayx Muhammad Yusuf Muhammad, Sodiq Shayx hazratlarini, kitoblarida Tafsiri Hilolda, undan tashqari mana shu o'zimizni Qur'oni Karimda, aynan hikoyalar ko'rinishida keltirilgan. Bizni asliy yaratilgan holatimizdagi eng sof tabiatimiz, mana shu narsa asliyat deyiladi. Endi bu murakkab tushuntirganda, bu narsa haqida ko'p o'qib ham ba'zan to'g'ri qabul qilishimiz, anglashimiz qiyin bo'ladi. Ertakdek tuyuladi. Judayam bir uzoq, o'tmishda bo'lgan voqealardek tuyuladi. Aslida esa o'sha ilk insonlar yaralgan davr, aaa bu biz o'ylaganchalik uzoq emas va biz o'ylaganchalik ertak emas, balki haqiqatdan ham hayotda bo'lgan, bizga namuna sifatida, dars sifatida, shablon sifatida qoldirilgan, hikoyalar bular. Ya'ni, biz birinchi o'rinda o'zimizga savol berishimiz kerak. Mana shu ma'lumotlar, mana shu payg'ambarlar tarixi, masalan, ularni oilalari, bizni onalarimiz qanaqa bo'lganligi, qanaqa yashaganligi va mashhur bo'lgan payg'ambarlarimizni hayotida bo'lib o'tgan mudhish hodisalarni eng ko'p ularni hikoyalaridan o'rin olgan narsalar bu shu ularni qanaqadir kurashlari, din yo'lida o'zini fidokorliklari, hayotda yegan pandlari, mana shu narsalarni hammasini va, xususan eng birinchi asliy holatda yaralganimiz, eng birinchi o'sha Odam ato va momo Havo haqidagi hikoyalarni bemalol man etib ham o'tirmayman. O'zingiz ilohiy kitoblardan, internetdan, mana shu Tafsiri Hiloldan ochib o'qishingiz mumkin. Faqat tavsiya qilgan bo'lardim. Aynan mana shu diniy idoralarimizdan ro'yxatdan o'tgan, tekshiruvlardan o'tgan kitoblarga va shunaqa materiallarga ishonib, o'sha yerdan ma'lumot olishingizni, tekshirilmagan har qanaqa materialdan albatta diniy ilm olish to'g'ri emas. Demakki, mana shu, materiallardan ilm olib o'rgansangiz, tushunamizki, bu narsalar bizga shablon sifatida qoldirilgan. Bizga masalan, shuncha asrlar o'tib, necha ming yilliklar o'tib umuman bu narsa haqida o'qimasligimiz yoki u narsalar yo'q bo'lib ketishi ham mumkin edi-ku. Nima uchundir Alloh taolo bizga bugungi kungacha mana shu ma'lumotlar yetib kelishini, hattoki zamonlar o'zgarib ketsa ham, sivilizatsiya kelsa ham, davrlar, hayotni ma'nosi, insonlarni orzu-havasi, hamma narsa butkul o'zgarib ketsa ham, lekin o'sha o'zak, shablon sifatida mana shu ilk hikoyalar qoldirilgan. Nima uchun? Nima uchun? Ya'ni, bu narsa mana hozir judayam to'g'ri yozyapsiz. Asliyat, qanday paydo bo'ldik, kim edik, kim bo'ldik, qonimiz qanday tuzilgan, super. Aha, asliyat bu asl o'zligimiz, kelib chiqqanligimiz.
Hech qanday ko'chirmalarsiz o'zligimiz. Yaxshi. Mhm. Ajoyib. Demak, ayrimlarimiz bu haqda ma'lumotga ega ekanmiz. Bugun, ma'lumotga ega bo'lmaganlar uchun, hozir ma'lumot berib gaplashamiz siz bilan. Inshaalloh tushunib olasiz degan umiddaman. Demak, o'sha, o'tmishda bo'lgan ilk insonlarni, odam ato bilan momo havoni ilk paydo bo'lishi, qanaqa imkoniyatlarga ega bo'lganligi, o'sha vaqtda ularni tashqi ko'rinishi, xatti-harakatlari, yashash ma'nosi, hattoki yaralish ketma-ketligi, bir-birini yo'qotganligi, yerga qanaqa tushganligi hammasi haqida to'liq bu judayam katta hikoyada, shuning uchun o'zingiz o'qib chiqqaningiz yaxshi deyapman. Aaa, mana shu hikoyalarni o'rganganimizda biz, asl tabiatimiz o'zi yaralgan holatda qanaqa bo'lgan, nimalar bizga mumkin, nimalar mumkin emas, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, nima bizni, yerga uradi, nima bizni sindiradi, nima bizni noto'g'ri yo'lga olib kirib ketib qoladi, nima bizni Allohga suydirib qo'yadi, qanaqa ishlar, qanaqa amallar, qanaqa niyatlar, bizni hattoki juftlik sifatida razrушать qiladi. Ya'ni u yerda odam ato bilan mo'mahomani отношениялari ham judayam chiroyli, sodda tarzda ko'rsatib berilgan va ayniqsa mana shu erkak ongi bilan ayol ongi haqida siz bilan hali oldinda gaplashamiz. Bu judayam katta mavzu. Haligacha har bitta ekspert O'zbekistondagi bu bo'yicha ishlaydi o'zini shaxsiy hayotida, xususan man ham. Va mana shu erkak ongi, ayol ongi aslida ularni asliyati, tabiati qanaqa ekanligi mana shu odam ato bilan momo havoni hayotida ko'rsatib berilgan. Aaa, hozir u hikoyaga to'xtalmaymiz. Hozir xususan biz ayol-qizlar, jamoasi bo'lganimiz uchun ham ayollarni asliyati haqida ko'proq gaplashamiz. Kerakli joyda erkaklarni asliyati haqida ham. Bilasizki, mani asliy ayollik darsligim bor. Nazarimda ko'pchiligingiz уже ko'rib chiqqansiz, xarid qilgansiz. Va mana shu yoqda aynan ayol kishini tashqi ko'rinishidan tortib xatti-harakatlari va xulq-atvori qanaqa bo'lishi kerak va qaysi chegarada u erkak ongiga o'tishni boshlaydi va umuman nafaqat ayol va erkak sifatida, balki inson sifatida ham, biz qanaqa yashashimiz kerak, kunimiz qanaqa o'tishi kerak, qanaqa maqsadlarimiz bo'lishi kerak, mana shu hamma narsani asliyat belgilab beradi. Biz bugun aytishimiz mumkin, qanaqasiga biz masalan mnogoetajniy domlarda yashaymiz. U ilk insonlarda bo'lmagan mashinalar bizada bor yoki samolyotlar uchadi osmonimizda, shunaqa sivilizatsiya, internet, Wi-Fi, to есть umuman boshqa dunyo. Lekin biz insonlar o'shamizku. Biz, qo'limiz 4 ta yoki 6 ta bo'lib qolmagan, ko'zlarimiz bitta yoki bir 7 ta bo'lib qolmagan, organlarimiz, hech narsamiz, miyamiz, ongimiz, hech narsamiz o'zgarmagan. Atrof o'zgargan bo'lishi mumkin, lekin inson o'zgarmagan. Tushuntira oldimmi? Ya'ni o'sha ilk yaralgan insonlar qanaqa bo'lsa, shakli, ko'rinishi, mayli hajmi boshqachadir. Bilamiz ular, bahaybat bo'lgan oldingi insonlar va, lekin ularni fikrlashi, yashash motivlari, ularni dunyoga kelgan maqsadi, mm, funksiyalari hammasi bir xil bugungi kundagi man bilan sizniki kabi bir xil. Shuning uchun ham ularni xatolaridan, ularni shablonidan o'rnak olishimiz mumkin. Demak, asliyat, qisqa qilib aytganda, eng birinchi yaralgan insonlar mana shu odam ato bilan momo havoni, aaa, birinchi yaralgan tabiati, ularni fitrati. Mana shu asliyat bo'ladi. Biz yillar osha, asrlar osha sivilizatsiya bilan, turmush tarzimiz bilan, oiladagi muhitimiz bilan mana dunyoda, shukurki biz musulmon oilasida yaraldik, biz iymonda yaraldik. Masalan, qancha, oilalar bor, bexabar, boshqa din vakili sifatida. Endi u narsa Allohga ayon, sababi va hikmati biz muhokama qilishga, haqdor emasmiz va ularni, mm, ular ham aslida, mana shu asliyat bilan dunyoga kelgan. Hammamiz bir xil. Hammamiz mana necha milliard inson bo'lsa dunyoda, hammamiz bir xil va, hammamizni oilalarimiz, oiladagi muhit, kichkinaligimizdan o'sganimiz, bizga qanaqa qadriyatlar singdirilganligi, turli millat, turli hudud, turli din, turli qarashlar, turli maqsadlar bizni insonlarni, qobiqlariga o'rab qo'ygan. Xuddi karomga o'xshab yoki bo'lmasam qanaqadir sellofanlarga o'xshab.
bizni ustimizdan asliyatimizni qoplab qo'ygan plyonkalar bor. U plyonkalar shu aytib o'tgan narsalarim bo'ladi va biz, shu plyonkalar bilan qancha o'ralib yashar ekanmiz, qancha ustimizda qobiqlar bo'lar ekan, shuncha hayotimizda muammolar bo'lishni boshlaydi. Muammolar kecha siz bilan gaplashdik qiyinchiliklar haqida. Kim kecha darsda bor bo'lgan bo'lsa, biladi, yo'qlar eshitib olamiz kechagi darsni. Nimaiki qiyinchilik bo'lsa, shu kasallik, qarz-qurs, oiladagi muammolar, o'zlikni anglashdagi, ruhiyatdagi muammolar, yolg'izlik, tuhmat, fitna, turli xil yo'qotishlar, unga mana shu bitta insonga tegishli bo'ladigan balo-ofatlar, masalan, yong'in, uy yo'qotish, uyda suv toshqini, shunga o'xshagan narsalar aynan bizni asliyatimiz mana shu qobiqlarga o'ralib, mog'or bosib, a, ichida nimadirni ichida o'zagida qolib ketganda va biz uni, ko'rolmaydigan darajada u orqali yasholmaydigan, sof tabiatimizda yasholmaydigan holatga kelib qolganimizda, bizga hayot Robbim belgi beradiki, uyg'on, uyg'on, ustingdagi qobiqlarni yech, boshqalardan, singdirilgan, sivilizatsiya, davrlar osha singdirilgan qanaqadir qarashlarni, hududchilik, millatchilik, din bo'yicha qanaqadir ajratish insonlarni yoki, masalan, ularni qaysi tilda gapirishi bo'yicha, insonlarni rangi bo'yicha deymizmi, yoki topish-tutishi, moliyaviy holati, mansabi bo'yicha deymizmi, har xil narsa bo'yicha insonlarni ajratish, nafrat, negativ emotsiya, salbiy vibratsiyalarda yashash, a kurashish, alam, har xil shunaqa yovuzlik va yomonliklarni ochgin va asl tabiatingni chiqarib, unga ko'ra yashagin degan belgilar bizga kelishni boshlaydi. Chunki bu ham yaxshilikka, ya'ni asl tabiatiga ko'ra yashagan inson sog'lom bo'ladi, barokatda bo'ladi, tinch muhitda, oilasi bilan yaxshi munosabatlarda, go'zal xulqda, orzu-maqsadlariga oson erishib, a mushkullari oson hayotda masalalari kelsa ham tez-tez ularni anglab, Robbisi bilan go'zal munosabat o'rnatgan holda yashashni boshlaydi. Mana shu asliyatimizni bugun biz gaplashamiz. Qanaqa qilib o'sha qobiqlardan tozalash haqida, qanaqa qilib unga qaytish haqida, qanaqa qilib uni saqlab, asrab, unga ko'ra yashash haqida. Demak, asl tabiatimizga xos yashash qanaqa? O'zi aslida, insonni asl tabiati bu sog'lom. Masalan, chaqaloqni ham qaysidir ma'noda mana shu asliyatga, am tegishli deb aytishimiz mumkin. Lekin istisnolar bor. Masalan, qanaqa? Bilamizki, o'sha biz, jami insonlar dunyodagi hammamizda qon aralash. Hammamiz o'zi aslida qarindosh hisoblanamiz. Agar genlarimizni, qonlarimizni ochib qarasa, hamma bir-biriga, DNK darajasida bog'liq, bir-biriga qarindosh. Va har bitta chaqaloq, uje, o'zini qondagi informatsiyalari bilan tayyor tug'iladi. Ya'ni, bu narsani isbot tariqasida shuni aytishim mumkinki, bola tug'ilishi bilan unda instinktlar bo'ladi. Ovqat yeyish, masalan, onani, ustidan emish yoki bo'lmasam vaqti kelganda oyoqqa turib yurib ketish yoki bo'lmasam, qaysi tilda gapiradigan oilada tug'ilishdan qat'iy nazar, til, zaboni, nutqidan qanaqa foydalanish kabi uni biologik faktorlari DNKda уже yozilgan bo'ladi. Agar bu narsani inkor qilganimizda, shunaqa bo'lardiki, har bitta chaqaloq tug'ilgandan keyin har biriga gapirishni, yurishni, emishni alohida o'rgatish kerak bo'lardi. To'g'rimi? E'tibor berib qarang, hech qaysi chaqaloqqa bu narsa o'rgatilmaydi. Ya'ni hammamiz уже instinktlar bilan tug'ilamiz. Mana shunga o'xshash instinktlar mental darajada, ya'ni xarakter, xulq-atvor modeli, miyadagi informatsiyalar ham chaqaloqda уже bor holatda yaraladi. Va bizni mana shu hayotiy ssenariylarimiz takrorlanishi, am, ota-onalarni, 7 ta ajdod ichida bo'lib o'tgan qanaqadir kasalliklar takrorlanishi, qanaqadir muammolar takrorlanishi, deylik qaysidir qo'rquvlar, qaysidir yomon gumonlar doimiy ravishda takrorlanishi ham mana shu, informatsiyalar bir-biriga ajdoddan avlodga o'tishi haqida isbot bo'la oladi. Bu narsa bugungi kunda butun dunyo naukasida, endi tasdiqlanish jarayonida. Ya'ni, bizni
qonimizdagi informatsiyalar borligi meditsinada tasdiqlangan. Lekin uni 1 qismi bu biologik jismoniy faktorlar. O'sha bizni tashqi ko'rinishimiz. Bu narsani inkor eta olmaymiz. Ota-onaga o'xshab tug'ilamiz, buvi-dodaga o'xshab tug'ilamiz. Burnimiz, ko'zimiz, sochimizni rangi, terimizni rangi. Hech kim masalan ajdodlardan qora tanli bo'lib tug'ilmaydi, to'g'rimi? Juda redko, juda 1% bo'lmasa agar, uyam agar ajdodida bo'lsa tug'ilishi mumkin yoki qoralardan oqlar kamdan kam tug'iladi, to'g'rimi? Ya'ni xuddi shunaqa narsa. Bu mana shu, biz meros olishimiz haqida informatsiyalarni va hali naukada tasdiqlanmagan mana shu 2 qismi esa mental faktorlar. Ya'ni hech qanaqasiga ongni miyani ochib operatsiya qilib ichini o'rgansa ham u yoqdagi zapislarni, xotirani, ongni ichidagi fikrlarni, emotsiyalarni hali o'rganadigan apparat dunyoda chiqmagan. Hali bunaqa muolaja amalga oshirilmagan. Shuning uchun ham qalb, ruhiyat, ong inson uchun hali beri qorong'u, bu Allohning ilmi hisoblanadi. U hali o'rganilmagan. Lekin, bugun bilamizki, bizni поведениemiz ham, ajdodlarga o'xshash bo'ladi. Bizni o'sha xulq-atvorimiz, o'zimizni tutishimiz, dunyoga qarashimiz, fikrlashimiz ham mana shu biz o'sadigan muhitda, hattoki qaysidir o'tib ketgan ajdodlarimiz, buvi-dodalarimiz, ularni ota-onalari kabi, voy mana shu nabira shu dodasiga o'xshaganda, hattoki dodasini ko'rmagan bo'lsa ham, nimadir masalan kasbiy jihatdan o'sha dodasini kasbini davom ettiradi yoki shunaqa holatlar bo'ladi. Mana shu narsalar mental faktorlar deyiladi. Ya'ni, o'sha psixologik faktorlar. Va, mavzuyimizdan uzoqlashmagan holda, xuddi shunaqa biz asl holatimiz, qobiqlarga o'ralib qoladi. Ya'ni bu degani chaqaloq ham asliyatda judayam bir 100% pok asliyatda tug'ilmaydi. Chaqaloqniyam уже загруженный informatsiya, загруженный pamять bilan tug'iladi. Faqatgina ilk o'sha 2 inson eng sof, eng asliyat holatida yaratilgan. U Robbim tomonidan yaratilgan birinchi pok shablon bo'lgan va shuning uchun ham biz chaqaloqni, yoki qaysidir bir boshqa insonlarni emas, ularni namuna sifatida olishimiz to'g'ri bo'ladi. Demak, ularga ko'ra yashashimiz, ular nima uchun dunyoga kelganligini anglashimiz, hayotda yashashdan maqsadini tushunishimiz, nimalarga intilgan, nimalar ularga mumkin, nimalar mumkin emas, ularga etilgan halol-harom narsalar, mana shu narsalardan shablon olib yashashimiz mumkin. Endi asliyatdan uzoqlashsa nima bo'ladi? Asliyatdan uzoqlashsa, uzoqlashish xuddi o'sha qanaqadir qayergadir ketib qolish emas u asliyatdan, balkim, mana shu qobiqlarga o'ralib qolish, ustiga plyonkalarni yopib olish, xuddi одеялоlarni yopgandagi, o'zagini ichkarida qoldirish va unga yashashga, tashqariga chiqishga bermaslik bu asliyatdan uzoqlashish bo'ladi. Asliyatga xos bo'lmagan holatlarni biz qanaqa aniqlashimiz mumkin? Asliyat bu здоровье. Man uchun bu здоровый holat. Sog'lom tana, sog'lom muhit, sog'lom xatti-harakatlar, sog'lom fikrlash, sog'lom ong va sog'lom ruhiyat va sog'lom qalb. Biz qayerdadir noto'g'rilikni, salbiyatni, g'arazni, yovuzlikni, og'irlikni, qiyinchilikni, noqulaylikni, diskomfortni his qildikmi? Bilingki, bu narsa уже asliyat emas. Agar asliyat bo'lganda inson asliyat holatida o'zini garmoniyada, huzur va sakinatda his etadi. Bu masalan qiyinchilik kelganda, inson kasal bo'lganda, kimdandir nafratlanganda, hasad his qilganda hammamizda bo'ladi bunaqa holatlar, to'g'rimi? O'sha payti o'zimizni qanaqa his qilamiz? Mana hozir kommentariyga yozing. Man sizni atvetlaringizni o'qiyman. Qanaqa his qilamiz o'zimizni? Bilamizki, to'liq tushuntirib bera olmaymiz, ya'ni nazvaniya bera olmaymiz u narsaga. Lekin aniqlay olamiz. Bu komfortnami yoki diskomfortnami? Masalan, deylik o'sha kasallik, yomon munosabatlar, qarz, nafrat, salbiy vibratsiya hammasida yoki komfort yoki diskomfort his qilamiz. Qaysi birini his qilamiz? Mhm. Yomon his qilamiz, egoizm kuchayib ketadi. Tushkunlikka tushib qolamiz, asabiy bo'lamiz.
Nafratda o'zimizga qiyin bo'ladi, yomon his qilamiz. Mhm. Demak, tushunib turibmizki, yaxshi his qilmaymiz-a. Mana shu bilingki, o'zingizni yomon his qildingizmi? Nosog'lom muhit, nosog'lom holat bo'layotganini his qildingizmi? Diskomfortmi? Uje asliyatda emasmiz, uje asliyatga xos xatti-harakatlar bo'lmayapti. Asliyatga xos xatti-harakat bo'lganda, asliyatga xos holatda yashayotganimizda, asliyatimizga xos, yashayotganimizda biz o'zimizni komfort his qilamiz, sakinat, huzur, ichimizdan nimadir, bir xushu paydo bo'ladi hayotga nisbatan, o'zimizga nisbatan, a, minnatdorlik, ijobiy vibratsiyalar bo'ladi. Va mana shu orqali biz ajratishimiz mumkin, qanaqa, asliyatimizga xos bo'lyaptimi yoki bo'lmayaptimi. A Asliyatga xos bo'lganda, har qanaqa vaziyat, har qanaqa mana hozir o'zingiz mana o'tiribsiz, mani eshityapsiz, bilmayman qayerdasiz, qanaqa xonadasiz, qanaqa muhitdasiz, kimlarni yonidasiz, atrofingizda nimalar bor, nimalar qilyapsiz, nimalarni o'ylayapsiz. Lekin o'zingiz o'zingizga savol bering. Hozir manga qanchalik, masalan 1% dan 100% gacha qanchalik, garmoniya, qanchalik sakinat, huzur, halovat bor. Shu holatimda qanchalik menga komfortni. Agar siz 50% dan baland menga komfortno deydigan bo'lsangiz, siz hozir o'zingiz bilan, asliyatingiz bilan sekin connection o'rnatyapsiz. Ya'ni aloqa o'rnatyapsiz, anglashni, tushunishni boshlayapsiz. Agar sizga nimadir yoqmayaptimi, kimdir xalaqit qilyapti, qattingizdir og'rib turibdi, nimadir yetishmayapti, fikrlashga, mani eshitishga, gaplarimni tushunishga, nimadir sizni qaysidir hayotingizdagi muammoyingiz xalaqit qilyapti fikrlar. Bu uje o'sha joyida sizga signal berilyapti. Mana shu sani qiynayotgan narsada asliyatga xosmas narsa bor. Asliyatga xosmas belgi bor. O'sha yerda yomon ko'rish, nafratlanish, "Uf, nimaga hayotimda shunaqa bo'lyapti" deyishni o'rniga o'sha yerdan zatsepиться qilish kerak. Ya'ni o'sha yerda ip bor. Sizni muammoyingizni yechimini ipi o'sha yerda boshlanyapti. O'sha yerdan tutishingiz kerak. Ha, demak mani mamlatim og'riyapti. Masalan, deylik mani hozir, misol uchun ko'p mani o'quvchilarim ichida, konsultatsiyalarga kelishadi женский kasalliklar bilan. Manda hozir женский kasallik bor. Demakki, manda ayollik bilan, ayollik asliy fitrati bilan muammo bor ekan deb turib, shu soha bilan ishlashni boshlash kerak. Va ko'rib turibsizki, mana shu qiyinchilik, mana shu asliyatimizga xos bo'lmaganligini ko'rsatib berayotgan hayotiy hodisalar aslida bizga yordam berish uchun keldi. Tushuntira oldimmi? Bizni qiynash uchun, jazolash uchun, qanaqadir, hayotni yomon ko'rib qolishimiz uchun, yomon insonga aylanib nolishimiz uchun bo'lsa, bu ma'nosiz bo'lardi yashashimiz. Aksincha, biz sog'lom bo'lsak nima bo'ladi? Sog'lom bo'lsak hayotimiz yaxshilanadi va yangi etapga chiqadi. Mana shu kasallikni tuzatsangiz, deylik, sizda sog'lom farzandlar dunyoga keladi, juftingiz bilan munosabat yaxshilanadi, ayollik organlarini tuzatgandan keyin. O'zingizni yaxshi his qilasiz, sevimli mashg'ulotlaringiz bilan shug'ullanib, jamiyatga, insonlarga foyda keltirishni boshlaysiz. Go'zal rizq topib, o'zingizni xursand qilib, ota-onani duosini olish imkoni bo'ladi. Ya'ni bizga diskomfort berayotgan har qanaqa holatlarni yechish orqali hayotimizni faqat yaxshi, yangi, baxtli etapiga chiqamiz. Demak, shu kelayotgan qiyinchiliklar aslida bizani progressga olib chiqish uchun kelgan. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun ham asliyatga xos bo'lmagan, diskomfort berayotgan holatlarga birinchi o'rinda "O, minnatdorman, rahmat, cho'ta mani o'zgartirish uchun keldi, faqat nimamni o'zgartirish uchun keldi. Endi shu bilan shug'ullanaman" degan reaksiya bilan eshikni ochib, chiroyli huzur bilan kutib olish kerak. Matonat bilan anglashlarni topib, hikmatlarni, darslarni anglab, o'zimizni o'zgartirish orqali vaziyatlarni yechish kerak. Har bir vaziyatni, har bir tenglamani ответi bo'lgandagi har bir masalani ham yechimi bor. Endi, asliy ayollik fitrati nima? Men bu haqda darsliklarimda, mana Muhim ayolda, ko'proq shu asliy ayollik video vebinarimda judayam ko'p gapirganman. Hozir qisqacha sizga aytadigan bo'lsam, birinchi o'rinda mana shu ilohiy tasdiqlangan kitoblarimizdan Momo Havoni ilk yaralish holatini o'qing. Qanaqa yaralgan?
A, nima uchun yaralgan, erkak kishiga nima berishi kerak edi aslida, maqsadi nima edi, qanaqa qilib kim uni yo'ldan urgan, nima uchun dunyoga orzu-havas, xoyu-havaslar bo'lgan va bu narsa to'g'rimi, noto'g'rimi? Mana shu hikoyani siz bir necha marotaba o'qib anglab yetganingizda, siz уже bilasiz. Man ayol sifatida qanaqa yashashim kerak, nimalar qilishim to'g'ri, noto'g'ri, nima xatti-harakatlar mani erkakka aylantirib qo'yadi, qanaqa o'zimni his qilishim kerak, aslida burch va majburiyatlarim qanaqa, qaysi chegarada man o'zimni baxtsiz his qilishni boshlayman. Endi keyingi masala, shu joyida lekin man sizga savol berishni xohladim. Masalan, oranglarda balkim o'sha, asliy ayollik video vebinarimni ko'rganlar bordir. Siz uchun asliy ayollik fitrati qaysi sifatlarimizda, bilinadi? Kommentariyga yozing. Qaysi sifatlar bizni asliy ayolligimizni bildirib turadi? Mhm. Ibo-hayo, nazokatliligimiz, kuchsizligimiz judayam zo'r. Eng birinchi faktor bu ojizaligimiz, to'g'ri. Muloyimlik, xushmuomala, iffat, sabrlilik va shukur qilish go'zal tarbiya. Mhm. Mayin ovozimiz. Mhm. Buyam kiradi. To'g'ri, bugun mayin ovoz, man kichkina faktor deyolmayman, bu katta faktor. Chunki ko'pchiligimiz bugun kuchli ayol bo'ldim, pul topdim, hayotda biron yutuqlarga erishdim deb, ovozimizda, gapirish tonimizda уже erkaklik aks etishni boshlaydi va bu narsa ham bizani ayollik asl fitratidan uzoqlashtiradi. Ishonch va go'zallik, zaiflik, a, erkaligimiz judayam to'g'ri. Erkaligimiz super. Mhm. Yaxshi gumon, ayol kishi go'zal gumon qilishi kerak, to'g'ri. Hislarimiz, nozikligimiz, hislarni to'g'ri anglab yetishimiz, to'g'rimi? Shu joyda yana bitta narsani aytib o'tardim. Mana shu hissiyotlar darajasidagi instinkt faqat ayollarga berilgan. Erkaklarga berilmagan. Erkaklarga aql berilgan. Erkaklarga, iroda, qaror qilish berilgan. Lekin his etish, ya'ni insonlarni to'g'ri va noto'g'riligi, ularni maqsadi, ularni motivi, bo'layotgan ishlar yoki endigina bo'lishi kerak bo'lgan ishlarda ayollarni hissiyoti, instinkti kuchli ishlaydi. Mehribonligimiz, mehr berishimiz, mehrni qabul qila olishimiz ajoyib. E'tiborliligimiz, to'g'ri. Ayol kishi albatta xushmuomala, nozik va super gap bo'pti. Nozik va doim yordamga muhtoj bo'lishi kerak. Вообще super qizlar. Hozir biz sivilizatsiya, feminizm davrida ayol qizlar shunaqa holatga kelib qoldikki, bir-biridan va hattoki, erkaklardan, ya'ni o'zini juftidan, otasidan, aka-ukalaridan yordam so'rolmaydigan darajaga kelib qoldik. Va bu narsa eng bizni asliyatimizdan, asliy ayollik fitratimizdan uzoqlashtiradigan narsa. Chunki ayol kishi hamisha erkakka muhtoj ekanini tushunib, his etib va buni ko'rsatib turishi kerak. Soxta emas, balki haqiqatdan ham. Aslida ham ayol kishi erkak kishisiz hech kim emas. Aslida ham alohida shaxs bo'lolmaydi ayol kishi. Ya'ni to'g'ri, tanasi, fikri, aqli har xil bo'lishi mumkin, lekin baribirgayam o'sha asliyat hikoyalarini o'qisangiz tushunamizki, ayol kishi erkak kishini hayotini дополнять qilishga dunyoga kelgan va erkaksiz ayolni hayoti bemazmun bo'lib qoladi va u erkak kim bo'lishidan qat'iy nazar, avvalambor ota, keyin aka-uka, keyin juft, keyin o'g'il, a mana shu erkaklar timsolida hamisha ayol kishi o'zini, hayotini, to'ldirish uchun, hayotini baxtga, sevgiga, o'zini suyukli ekanligini his etib turishi uchun erkaklarga muhtoj.
Mana shu narsani biz doim, qisqa qilib aytganda mana yordamga muhtojligimiz dedilar, judayam to'g'ri aytdilar. Shu narsani bilib turishimiz kerak, qabul qilishimiz kerak. Ya'ni man o'zim evla olaman, o'zim qila olaman, erkak manga kerak emas, nimaga er kerak, desangiz bilib qo'yavering. Qila olasiz, yasha olasiz, pul topa olasiz, hamma narsa qila olasiz, lekin baxtli bo'lolmaysiz. Chunki to'la-to'kis baxt bizni o'sha asliyatimiz yozilgan hikoyalardagi haqiqiy ayollik asli fitratida. Hamma narsani o'zini yelkasiga olmaslik, to'g'ri, erkak kishini mas'uliyatidagi, zimmasidagi, ishlarni, yuklarni ayol kishi haqiqiy ayol bo'yniga olmasligi kerak. Farosatliligimiz, sovg'alarga ochilishimiz, erlarimizga erkakligini his qildirib, ularni himoyasiga doim muhtojligimiz judayam zo'r. To'g'ri. Chunki, erkaklardan yordam so'ralsa e'tibor va javob ololmaganidan ayollar o'zim qilaman deyishga o'tib ketishadi. Mana shu joyida, sabr faktori yetishmayotgani bilindi. Ya'ni, erkaklardan yordam so'ralsa e'tibor va javob ololmaganidan. Birinchisi bu yerda ожидание bor. Ikkinchisi o'zim qila olarkanman degan shoshqaloqlik bor. Shoshqaloqlik shaytonga xos. Va uchinchisi erkak kishi qilib bergungacham o'zim qilib olaman degan besabrlilik bor. Bu ham, ayollikka xos emas. Mhm. Yaxshi. To'g'ri, to'g'ri fikrlayotganlarimiz ham bor. Endi hech birimiz benuqson emasmiz. Mana shu darsliklarimiz ichida hozircha noto'g'ri ketayotgan fikr va xulosalarimizni inshaalloh o'zgartirishimizga ishonaman. Va endi oxirgi punkt hayotimizni, mazmunlaridan biri, nima ekanligi. Ya'ni biz, inson sifatida yashavyapmiz va biz o'zimizga judayam ko'p shu savolni beramiz, to'g'rimi? Nimaga keldik? Nimaga yashavyapman? Hayotimning ma'nosi qayerda? Kimman? Nima qilyapman? Смысл жизни deymiz-ku, mani предназначением nima? Ya'ni mani ma'noyim, funksiyam nima hayotda yashashdan? Mana shu savollarga ham asliyat javobni beradi. Ya'ni, ulardan eng muhim faktorlardan bittasi tozalanib, asliyatga qaytib yashash. Xuddi o'sha boshida tushuntirganimdagi qobiqlarni, plyonkalarni ochish jarayonida biz asliyatimizga qaytar ekanmiz. O'sha asl ilk yaralgan insonlar kabi yashar, ular kabi fikrlar, ular kabi intilib, ular kabi munosabatda bo'lib bir-birimiz bilan yashar ekanmiz. Biz tobora tozalanayotgan bo'lamiz. Chunki ulardan keyin tasavvur qiling necha ajdodlar, avlodlar bo'lgan. Va ularni hammasida, bugun mana sizu bizda qancha negativ fikr bo'lsa, qancha hayotida muammo bo'lsa, qancha dardli ssenariy bo'lsa, hammasi asrlar, ming yilliklar osha bir-biridan bir-biriga o'tib kelgan. Va u qobiqlar ko'payib, plyonkalar qalinlashib, ustimizga yopilib kelgan. Va ularni birma-bir ochishimiz natijasida o'sha ilk insonlar sifatida ularni motivlari bilan yashashni boshlaganimizda, bugungi davr qanchalik o'zgarmasin, qanchalik sivilizatsiya bo'lmasin, bizni ichimizda huzur paydo bo'lishni boshlaydi. Biz sog'ayishni, boyishni, go'zal xulqli bo'lishni, insonlarga muhabbatli bo'lishni, kechirimli, bir-birimizni, hurmat qilishni, bir-birimizni va barcha insonlarni boricha qabul qilishni, kibrimiz, nafsimizni sindirishni o'rganamiz. Va shu orqali biz hayotimizni go'zallikka, baxtga to'ldiramiz. Demak, hozir sizni savollaringizga javob berishdan oldin, sizga eslatib o'tmoqchiman, Xudo xohlasa 1-apreldan mani, hech qayerda hali e'lon qilinmagan va nazarimda e'lon qilish niyatim yo'q. Chunki eng qizg'anadigan, eng saralangan 2 yil ichida hali hech qayerda berilmagan ilmlarim jamlangan. Узкий кругка deydi-ku, узкий kruгga, yangi darajadagi mani kursim 10 haftalik ichimdagi huzur kursim boshlanadi. Ushbu kurs 10 ta video darslikdan iborat bo'ladi va hozirdan o'z joyingizni band qilish uchun Muhim ayol bot orqali yoki Muhim ayol adminga yozib, ma'lumot olib, joyingizni bron qilib qo'yishingiz mumkin. Har bir darsimiz 100 ming so'mdan bo'ladi. Darslarni birma-bir yoki umumiy hammasini xarid qilish imkoniga egasiz. Ushbu kursda hozir Ramazonda tozalanish mavzularini
salonda gaplashayotgan bo'lsak, ushbu kursda insonni turli xil qiyin vaziyatlardagi insonlar o'zini ichidagi huzurini qanaqa qilib qaytarib olishligi, o'zi nima uchun hayotimizga bunaqa qiyin vaziyatlar kirib kelganligi, nimalarni anglashimiz, nimalarni o'zgartirishimiz va atrofni, insonlarni o'zgartirish, dunyo bilan kurashish o'rniga balki har qanaqa holatda ichki garmoniyamizni, o'zimizni anglashni, o'zimiz bilan do'st bo'lib qolishni, Robbim bilan go'zal munosabatni o'rnatish va saqlashni va ichimizda halovat, huzur va sakinatni paydo qilishni o'rganamiz inshaalloh. Demak, sizga bugun vazifalar yozing va bajaring. Umid qilib qolaman, bu narsa o'zingiz uchun kerak. Birinchi o'rinda yana takrorlayman, tasdiqlangan rasmiy kitoblarimizdan man tavsiya qilardim. Aynan mana shu Shayx hazratlarini Tafsiri Hilol kitoblaridan asliyat haqida o'qish, Odam Ato va Momo Havoning hikoyalari haqida o'qish. Mana shundan keyin ta'rif yozishingiz kerak bo'ladi. Mening asl tabiatim aslida qanaqa? Men agar Momo Havo bo'lsam va mana shu Odam Atoning bolasi bo'lsam, meni asl tabiatim qanaqa? Qanaqa bo'lgan? Qanaqa yaralishgan? Nima uchun yaralishgan? Hayotida nimalar sodir bo'lgan? Nimalar yo'ldan urgan? Nimalar qiyinchilikka tushirib qo'ygan? Nimalar xursand qilgan? Nimalar birlashtirgan bu juftlikni? Nimalar ayirgan? Mana shu narsalarni yozib chiqishingiz kerak. Va oxirgisi bugun menda asliyatimga xos bo'lmagan qanaqa sifatlar shakllanib qolibdi. Ya'ni xulqimda, turmush tarzimda, odatlarimda, o'zimda qanaqa sifatlar paydo bo'ldiki, menga diskomfort beryapti, mani kambag'allashtiryapti, mani kasal qilyapti, mani qiynayapti, odamlar bilan munosabatimni buzyapti. Qaysi sifatlarim? Mana shu narsalarni ro'yxat qilib niyat qilib qo'yasiz. Shu bilan endi ishlashni boshlaymiz. Ana endi keling, taxminan 10-15 daqiqa man harakat qilaman sizni bugungi mavzuga doir va undan tashqari ba'zi bir savollaringizga javob berishni. Savollarni va fikrlarni demak yana shu muhim guruh, Muhim ayol Telegram kanalidagi muhim guruhni oxirgi posti tagiga yozib qoldirsangiz bo'ladi. Mhm. Birinchi savol. Bitta savolim bor. To'liq javob bersangiz xursand bo'lardim. Biz ayollar doim o'zimizni o'stirishga, ilm olishga, doim oilasini saqlab qolishga intilamiz. Psixologiyani polniy mijozlari ayollar. Psixologlarni. Lekin ayrim erkaklar bularni tushunmaydi. Doim aybdor qidirgan, doim ayblagan. Shunday erkaklar juda ham ko'p. Erkaklar bilan nega hech kim ishlamaydi ayollarchalik? Uning yonida ojizdek yashashni har bir ayol xohlaydi. Judayam go'zal savol bo'pti. Asliyat haqidagi Odam Ato va Momo Havoni hikoyasini o'qiganingizda bugun eng asosiy javobni topasiz. Mana shu o'rinda man bitta qisqa javobni aytib ketgan bo'lardim. Birinchi o'rinda shayton ayol kishini yo'ldan urgan. O'sha mumkinmas bo'lgan olmani olgin deb, birinchi o'rinda shayton ayol kishini yo'ldan urgan. Shu sababli birinchi o'rinda biz o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Bu endi o'sha ilohiy ilmlardan olingan javob. Endi man sizga dunyoviy javob beradigan bo'lsam, po faktu javob beradigan bo'lsam, ikkinchi masala sizga savolim. Siz aynan mana oila, turmush o'rtoq bilan ishlash masalasida u narsalarni o'zgarishini, baxtli yashashni, sayohatlar qilishni, sevgida, go'zal munosabatda, sovg'alar olib yashashni xohlaysiz, to'g'rimi? Mana shu natija ko'proq kimga kerak? Javobingizni yozing, kimga kerak? Sizga, eringizga, bolalaringizga, qaynonangizga, manga balki, insonlarga, qarindoshlarimizga kimga kerak natija? O'zimizga, to'g'rimi, ayol qizlar? Erkaklar довольны, man buni har doim aytaman. Erkaklar довольны, o'zidan ham довольны, kerak bo'lsa sizdan ham довольны, agar siz bilan ajrashmayotgan bo'lsa, yashayotgan bo'lsa, всё в порядке. Hamma narsa joyida, ularni qorni to'q bo'lsa, usti but bo'lsa, ishida ishlab kelsa, всё в порядке. Natija bizga kerakmi? Natija manga kerakmi? Natija sizga kerakmi? Demak, man va siz o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, agar erkak va ayol psixologiyasini, shu psixologiya, terapiya, psixogenetika va kerak bo'lsa dinda o'rganadigan bo'lsak, aslida erkaklar bu svitoy yaraladi. Ya'ni ular shundoq ham
Alloh taolo erkak kishini решатель, ya'ni qaror qabul qiluvchi решала qilib yaratadi-da. Oddiy tilda aytganda решала, ya'ni hal qiluvchi bu erkaklar va ularga xos xislat bu. Ayollar hal qiluvchi emas, ayollar qabul qiluvchi. Qarorlarni erkak tomonidan qilingan, hal qilingan qarorlarni shunchaki ha, bo'ldi shunaqa qilishimiz kerak ekan deb принимать qiluvchi, qabul qiluvchi. Endi shu joyida o'zimizga savol berishimiz kerak. Bugun shu narsani sinab ko'ring. Uydagi otangiz, aka-ukangiz, eringizga bironta siz bugun o'rgangan ilmlaringizdan, psixologiyadan savol berib ko'ring. "Man rostdan ham mana shu narsani tushunmayapman. Sizni qanaqa fikringiz bor?" deb so'rab ko'ring. Va ular sizga o'zi bilmagan, o'zi tushunmagan, anglamagan holda to'ppa-to'g'ri javobni beradi. Nimaga? Chunki Alloh taolo erkak kishini miyasini tayyor chip bilan yaratgan. Shunaqa endi majoziy ma'noda aytmoqchiman. Erkaklarga uje dunyodagi masalalarni hal qila olishi uchun barcha javoblar miyasiga singdirilgan, faqat bundan o'zlari ham xabari yo'q. Ayol esa ayol ilmsiz tug'iladi. Ayol ilmni nima uchun ayollarni o'qitish kerak deyishadi erkaklardan ko'ra? Ayol kishi orttirib oladi dunyoda. Ayol kishi o'qib, kitobdan, ilmdan, insonlardan, ustozdan o'rganadi. Erkaklarda esa uje javoblar bor. Faqat ular o'zi bilmaydi bu narsani. Undan tashqari, biz nasl yetishtiramiz, tarbiya beramiz. Bizdan ko'proq DNK o'tadi farzandga. Va shu nuqtai nazardan ham biz ko'proq o'z ustimizda ishlashimiz kerak. Savolingizga javob bera oldim degan umiddaman. Keyingi savolga o'tamiz. Iltimos qilardim qizlar savolni sal qisqaroq formada yozishinglarni, chunki juda uzun tekst bo'lib ketsa, hozir savolni o'qishga vaqt ketib qolyapti. Xo'p, bitta savol kelibdi. Mayli, men uni mazmunini o'qimayman, chunki ozgina uzun va kayfiyatni sal hozir auditoriyani kayfiyatini tushiradigan masalada o'zinglar o'qib olsanglar bo'ladi. Qisqa mazmuni birga yashayotgan oilasini ichidagi bir a'zosiga nisbatan nafrat borligi, u inson bilan g'araz munosabat ketayotganligi, bir-biriga yomonlik ravo ko'rayotganligi va uyda xullas birga tinch yasholmayotganligi, bu insonni halovati yo'qolganligida. Aaa, Kechagi mavzuyimizga ko'ra, buni ham qiyinchilik vaziyat deb oladigan bo'lsak agar, keling analiz qilib ko'ramiz. Bu qiyin vaziyatda qanaqa nomlash va qanaqa xulosa qilish mumkin? Ya'ni bu vaziyat munosabat, insonlar bilan munosabatni yomonligi. Qaysidir bir inson bilan munosabatni yomonligi. Demak, bu asliyatga xos emas. Bu yoqda biz diskomfort his qilyapmiz, bu yoqda qanaqadir ip bor, yechimga olib boradigan. Va insonlar bilan munosabatda man har doim o'zim qo'llaydigan texnika bu. Dunyoda men bilan Robbimdan boshqa inson yo'q. Hech kim yo'q. Atrofdagi hamma insonlar, hamma bo'layotgan vaziyatlar bu meni aks etayotgan holatlar. Agar bir inson menga yomonlik qilayotgan bo'lsa, yomon ko'rayotgan bo'lsa, tuhmat, fitna ostida qolayotgan bo'lsam u insonni, bu insonni yonida tinch yasholmayotgan bo'lsam, bu inson menga nimani ko'rsatib beryapti? Manda bor qaysi xislatni ko'rsatib beryapti? Balkim mani bu insonga nisbatan o'zimni shunaqa hissiyotlarim, shunaqa nafratim oldindan bordirki, u inson shunchaki mani zakazimni ado etib berayotgandir. Balkim man o'zim birinchi приятияda, yaxshi ko'rishda, qabul qilishda, kechirimda, mana shu ilk mehr qadamini qo'yishda bo'lishim kerakdir. Birinchi o'rinda shundan boshlash kerak. Lekin atrof bilan kurashish, g'arb psixologiyasiga ko'ra odamlar bilan kurashish, qanaqadir ularga nisbatan manipulyatsiya qilish, nafratlanish, ulardan qochish. Ayniqsa mana, man ko'p aytaman, alohida chiqib qiziqadi. Ko'p masalan o'zbek ayol qizlarimiz sizlar bilan ko'p gaplashganmiz darsliklarda bu narsa haqida. Voz kechish, insonni insonga almashtirish, xullas qochish, vaziyatdan qochganimizda judayam ko'p shunaqa holatlar bo'lgan-a. Bitta ishdan bo'shab turib rahbarini deb boshqa ishga o'tasiz. Lekin xuddi shunaqa inson boshqa tanada, boshqacha inson, lekin xuddi shu xarakterli, xuddi shunaqa sizga отношение qiladigan inson hayotingizga kirib keladi.
Bu degani ssenariy takrorlanyaptimi? Sizga bitta qiyinchilik takroran kelyaptimi? Gap mani o'zimda. Gap insonlarda emas. Manda diskomfort bo'lsa, man qayerdadir asliyatimga xos yashamayapman. Qayerdadir u insonlarga asliyatimga xos отношение qilmayapman. Tushuntira oldimmi? Hali oldindagi darslarimizda Xudo xohlasa javob ola olasiz deb ishonaman. Chunki bunga oid mavzularimiz bor. Ah, Ojiza ayol bo'lish uchun nimalar qilishimiz kerak? Asliy ayollik fitratimizga ko'ra yashashni boshlashimiz kerak. Judayam to'g'ri. Aslida o'zi ojizamiz biz ayollar deb yozibdilar. Конечно, o'zi kuchimiz ham ojizaligimizda, o'zi rohatimiz ham ojizaligimizda. Ya'ni ojiza degani bo'ldi, mazza qilib yasha, erkak kishi o'zi hamma narsani qiladi degani. Ya'ni u erkak xoh otamiz bo'lsin, erimiz bo'lsin, o'g'limiz bo'lsin, ularga suyanishimizni o'zi kifoya. Biz esa ko'p holatlarda o'z asliy ayollik fitratimizdan uzoqlashgan holatda, kuchli erkakni kuchsiz ko'z bilan qarab, ishonmasdan, suyana olmasdan, rahm qilib bechoraga chiqarib, keyin o'zimiz ularni mas'uliyatini bo'ynimizga olib qiynalib o'tiramiz. Bu ham shunchaki biz asliyatga xos yashamaganimizda. Xo'p, keyingi savol. Noto'g'ri insonni tanladim, ayrildim. Xiyonatdan hozir esa nafratlanaman, ko'p o'ylayman, juda ko'p energiyam shunga ketadi. Unutolmayapman. Nima qilib nafratdan qutulsam bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Har doim aytamanki, agar munosabatlar hali saqlab qolish mumkin bo'lgan etapda bo'lsa, o'sha inson bilan munosabatni, oilani saqlab qolgan afzalroq. Agar uzil-kesil bu narsaga nuqta qo'yilgan va hammani o'zini hayoti qurilgan, yangi hayoti qurilgan bo'lsa, u vaziyatdan, u insondan birinchi o'rinda jami abidalardan, o'sha xafaliklardan, pretenziyalardan, ayblovlardan, yomonliklardan, travmalardan xalos bo'lib, prarabotka qilib, minnatdorlik holatiga kelib olish kerak. Agar minnatdorlik holatiga kelib olmasangiz, sizni hayotingizga yana xuddi shunaqa inson kirib keladi va sizga yana xuddi shunaqa munosabat qilishni boshlaydi. Natijasi ham xuddi shunaqa bo'lishi katta ehtimol bilan bor. Va shuning uchun biz minnatdorlik bilan bitta eshikni yopganimizda, albatta ikkinchi eshik endi yangilangan, remont qilingan, chiroyli hayot kutadigan eshikka aylanadi. Tak, keyingi savol. Hozir savollarni o'qib chiqyapman-da qizlar. Tanlash jarayonida o'zimga aytyapman. O'zi aslida manda hozir yana bitta anglash paydo bo'lyapti. Mana shu har bitta yozayotgan savolinglarga javob ham o'sha asliyat hikoyasida bor ekan. Mana kimdir turmush o'rtog'idan xafa bo'layotgani, kimdir u bilan do'st bo'la olmasligi, kimdir o'zini tushunmayotgani, kimdadir oilaviy, kimdadir pul bilan masalalar. Hammasi aslida o'sha birinchi erkak ayol bir-biriga qilgan munosabati qanaqa bo'lganligida, birinchi yaralgan ayol o'zini qanaqa tutgani, mm, nimalar qilgani, nimalar qilmagani, qayerda uni xatolari bo'lgani, qanaqa qilib o'zini tuzatishni boshlagani. O'sha hikoyada. Hamma ответlar o'sha hikoyada. Boshqa inson judayam o'zini haq deb bilib, umuman eshitmasachi. Mana shu joydayam keling o'zimizga savol beramiz. U boshqa inson kim bo'lishidan qat'iy nazar menga nimani ko'rsatib beryapti? Shu savolingizda u o'zini haq deb bilishi degan gapni tagida sizda ayblov ketyapti. U aslida nohaq degan. Va buni davomida aslida man haqman degan ego ketyapti, ya'ni kibr ketyapti. Man haqman, boshqa inson nohaq. Dunyoda esa haq va nohaqlar yo'q. Hamma meni aks etar ekan, faqatgina man bu yoqda haq nohaqni talashib, tortishib, kurashishni o'rniga manga nimani ko'rsatib beryapti, man o'zimdagi nimani tuzatishim kerak degan savol bilan vaziyatdan chiqishimiz kerak. Konfrontatsiyada, ya'ni o'sha qarama-qarshi kurashda
ikkala taraf ham yutqazadi oxirida. Kimdir haq bo'lib chiqsayam, haq odam ham yutqazadi. Chunki insonlar bir-biriga mehrli bo'lishi kerak deb hisoblayman. Rahmat, yaxshi fikrlar uchun xursand bo'ldim. Men uchun bu muhim sizlarni fikrlaringlar. Men motivatsiya olaman keyingi darsliklarga. Mhm. Ho'p, bugun barcha savollarga javob berishga vaqtimiz yetmaydi qizlar. Kelinglar, hali yana 27 ta kunimiz bor. Xudo xohlasa 27 ta mavzuyimiz bor, bepul darsligimiz bor. Kiringlar, yaqinlarni taklif qilinglar. Inshaalloh ertangi mavzuyimizni man sizlarga aytadigan bo'lsam, judayam interesli mavzu ekan. Inson nima uchun o'zini yomon his etadi? Demak, o'zimizga, o'zligimizga, hissiyotlarimizga sayohatni boshlab, o'zimizni tushunishni boshlaymiz. Ertaga siz bilan mana shunaqa vaqtda savobni niyat qilib, siz bilan bepul Ramazonda tozalanish darsliklarini 4-kunida ko'rishguncha bugun audio zapis qoladi. Bemalol uni eng yaxshi ko'rgan insonlaringizga ulashishingiz mumkin va vazifalarni bajarib eng mard va jasur ayol-qizlarimiz kommentariyaga yuborishingiz mumkin hammaga namuna bo'lishi uchun. Va albatta ularni bajaring va hayotingizga tatbiq qilib ko'ring. Men uchun eng muhim energoobmen bo'lgan efir haqidagi fikr va mulohazalarni, takliflarni, kommentariylarni izohda yozib qoldirasiz degan umiddaman. Men ularni har bittasini o'qiyman va keyingi darsliklar uchun yana ham zo'r ilmlarni sizlar uchun tayyorlab qo'yaman. Hammaga saharlikkacha katta kuch, iroda, chiroyli go'zal matonat va xayr tilab, Madina sizga xayrli tun tilab qoladi. Ertagacha.